Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü proqramımızda biz yaqında bir-birindən fərqli görünən, amma əməliyyatda bir-biri bilan zich bağlanğan iki vaqe üstüdə toxtalımız. Birincisi, Pew Tədqiqat Mərkəzinin yangi dokladı. Bu dokladda dünyadakı nurgun dövlətlərdə kişilərinin Xitayğa bolğan ijobiy qarşı Amerikadan eşib ketganligi ko'rsatildi. İkincisi bolsa, yaqinqi kunlarda bütün Uyg'ur jamoatini cho'chitgan Arafat Adil vaqasi. Germaniyadan Xitoyga qaytarilgan bu Uyg'ur yosh bir kun ichida yana Turkiyaga qaytarilgan. Bu ikki vaqa qarmoqqa butunlay boshqa ko'rinsimi, amaliyotda biri yana birining sababi va natijasidek turdi. Chunki dünya Xitoyning obrazini asta normal davlat deb qabul qilishga boshlagan siri Uyg'urlarning bexatarligi texmo cho'ng xavf ostiga kirdi. Arafat Adil vaqasi buning eng yaqin va eng ro'shan isboti bo'ldi. Undaqda Pew doklati bizga nima deydi? Pew Tədqiqat Mərkəzi 2026 yılı 15-chilla e'lon qilgan dokladga asoslanganda 36 davlatda elib berilgan rayi sinashda 25 davlatda kishilarning Xitoyga bo'lgan ijobiy qarashi Amerikadan yuqori chiqqan. Buning ichida Yevropadagi ba'zi davlatlar, Latin Amerikasi, Afrika va Osiyo davlatlari bor. Bu Xitoyning kishilik huquq xotirasi yaxshilanganligini bildirmaydi. Aksicha, Xitoy iqtisod, savdo, texnologiya va diplomatiya qatorliq o'zining obrazini qayta yasashda zo'r muvaffaqiyat qozonayotganligini ko'rsatadi. Buning bilan bir vaqtda Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik bo'lsa davom qilayotmoqda. Demak, Xitoyning qilmishi o'zgarmadi. Ammo dunyoning uningga bo'lgan qarashi o'zgaryapti. Mana bu biz uchun eng cho'ng xavf. Pew doklati e'lon qilinib bir hafta o'tmayla Germaniyada panohlik tilagan Uyg'ur yosh Arafat Adil Xitoyga qaytarildi. Bu vaqa butun muajiratdagi Uyg'urlarni qattiq cho'chitdi. Chunki hammamiz bilamiz, bir Uyg'ur Xitoyga qaytarildi deganlik ko'pincha vaqtda izdiraksiz g'oyib bo'lish yoki uzun yillik qamoqqa ilinish va ziyonkashlikka uchrash demakdir. Lekin bu qatim ish boshqacha bo'ldi. Arafat Adil Beijing aerodromida so'roq qilingandan keyin Turkiyaning Beijingdagi bosh elchixonasining tirishchanligi bilan Istanbulga qaytarildi. Arafat Adil bo'lsa salomat holda oilasi bilan jam bo'ldi. Bu albatta xushallanarli xabar. Ammo bu yerda bir savolni so'ramay tura olmaymiz. Xitoy uni nimishqa qo'yibdi? Doktor Adiljon Uyg'urning qarashicha bu Xitoyning rahimdilligi emas, balki bir siyosiy hisob ekan. Xitoy bugun dunyoga Xinjiangda ham ish normal, biz kishilarni tutib qolmaymiz, chet el taratqullari bizni qarlayotidi degan tashviqotni isbotlash uchun Arafat Adilni bir tirik paket qilib ishlatishi mumkin. Bu dal biz yuqorida tilga olgan Pew doklati bilan bog'lanadi. Chunki Xitoy o'zining obrazini kuchaytirish uchun dunyo oldida mushundaq voqealarga muhtoj. Uyg'urlarni bostirishni davom qiladi, ammo dunyoga ba'zi voqealarda Xitoy o'zini qonunga rioya qiladigan davlat sifatida ko'rsatadi. Undaqda bu voqea bizga nimani o'rgatdi? Arafat Adilning qutqizilishi bizga nihoyatda muhim bir savoq berdi. Agar onasi ovoz chiqarmagan bo'lsa, agar Uyg'ur tashkilotlari harakatga o'tmagan bo'lsa, agar xalqaro taratqular bu voqeani xabar qilmagan bo'lsa, agar Turkiya diplomatiyasi darhol aralashib ketmagan bo'lsa, Arafat Adilning taqdiri qanday bo'ladi? Bu savolga hech kim javob bera olmaydi. Ammo bir narsa nihoyatda aniq. Birlashgan ovoz bir insonning hayotini saqlab qola oladi. Uyg'urlar uchun buning ma'nosi nima? Pew doklati bizga bir ogohlantirish berdi. Arafat Adil vaqasi bo'lsa bizga bir savoq berdi. Agar biz faqat g'arb dunyosiga Uyg'urlarning beshidan o'tganlarni so'zlab, boshqa rayonlarni unutib qolsak, agar Xitoyning normal davlat hikoyasiga vaqtida javob bera olmasak, dünya asta Uyg'urlarning fojiasini unutib qolishi mumkin. Shunga bugun bizning vazifamiz faqat o'tganlarni eslash emas, balki Xitoyning Uyg'urlar ustida sinaq qilgan bu mustabid boshqaruv sistemasining ata boshqa xalqlarning beshiga kelishi mumkinligini dunyoga tushuntirishdir.
Uyg'ur mustaqillik da'vosi nuqtasidan bizning da'voyimiz faqat bir millatning huquqi uchunla emas. Biz Xitoy mustamlikachiligi ostidagi vatanimizning ozodligi uchun kurash qilyapmiz. Sharq Turkistondagi zulm faqat kishilik huquq masalasi emas, u bir mustamlikachilik masalasidir. Shunga dunyoga faqat zulmnila emas, balki Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini texmo ro'shan anglitishimiz kerak. Xitoyning obrazi yaxshilangan sari bizning haqiqatni so'zlash mas'uliyatimiz texmo ig'irlashidi. Hürmetli radyo anlıqçılar, yuqorida anlığınыңlardek PEV Tədqiqat Mərkəzinin yeni doklati Xitayning xalqaradagi obrazının bəzi dövlətlərdən küçüyüvatqanlığını göstərib berdi. Şunun bilan bir vaqtda Arafat Adil vaqası bolsa, Xitayning chegara halqıgan bastırış siyasətinin texnicə davamlaşıyotqanlığını, hətta dünyanın ən demokratik dövlətlərində Uyğurlarning bexatarligiga ciddi xavf mavjud ekanligini yana bir qatam eslatdi. Undaqda bu ishki vaqa bizga nimani tushundirdi? Xitoyning xalqaradagi obrazining yaxshilanishi Uyg'ur mustaqillik davosiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Uyg'urlar bu yangi vaziyatda qanday strategiya qo'llanishi kerak? Bu masalalarni texmo cho'nqur muhokama qilish uchun bugungi programmamizga Uyg'ur siyosiy analizchi Nijat Begni taklif qildik. Nijat Beg uzun yillardan buyon Xitoyning Sharq Turkiston siyosati, xalqaro munosabatlar va Uyg'ur milliy da'vosi to'g'risida izchil tahlil va ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yib kelayotgan obzorchilarning biri. Amsa suhbatimizni Nijat Beg bilan boshlaylik. Assalomu alaykum Nijat Beg. Oldi bilan taklifimizni qabul qilib, programmamizga qatnashganligingiz uchun sizga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Aleyküm assalam Abduslam Bey. Sizlarning bu programma taklif qilganingiz uchun men rahmatimni bildiraman. Sizning bu xabaringizda bo'lgandek, yaqinda Xitoyningki obrazining Amerikaning obrazidan eshib ketayotganligi to'g'riliq bir doklad sunildi. Bu PEV dokladida Xitoyga bo'lgan ijobiy qarashning Amerikadan eshib ketishi qanday bir xalqaro o'zgarishning signali sizcha? Albatta bu xalqaro kuchlar o'ziniki yumshoq kuchini, xalqarodagi ta'sirini yaxshi saqlashga, ta'sirini saqlashga tirishadi hamda bu yumshoq kuch davlatlarninki bu xalqaroda o'zining e'tibori va boshqa davlatlar qilgan ta'siri nihoyatda muhim rol o'ynaydi buning uchun. Amerika Ikkinchi Dünya Urushidan keyin xalqaroga tiklagan biri nima bati biri yaxshi bir xalqaroniki soxtisi, xalqaroning inson haqlari va universal qimmat qarashlarni qo'g'daydigan bundaq bir nimani imajni shakllantirib dunyoning nimasida bir insonlarning nimasi ko'z qarashida tushansida ashraf bir narsa saqlab kelgandi. Taki bu narsalar yaqinqi bir necha yillarda bu Amerikaninki bu yumshoq kuchi bu xalqarodagi obrazga Amerikaning xato qilib qolgan tashqi siyosatlardagi narsalar jiq ziyon berdi bo'libmi eng chong bergan ziyonlar masalan Vyetnamdagi urush bo'lsin, keyin Iroqqa, Afg'onistonga besib kirishi, u yerdagi begunoh fuqarolarning o'ldirilishi, oxirgi qitimqi eng yaqin nimada bu Isroilning Falastinga bo'lgan bu yerga kirib bu yerdagi xalqlarni qirishda Amerikaninkimi bu yerda Isroil tarafini tutishi bilan Amerika o'zining tiklagan xalqarodagi soqchilik, xalqarodagi universal qimmat qarashni yaratib, buni xalqaro sistema va tartibga kelib o'ltirg'izgan bunday bir narsada Amerikaning bu narsa nihoyatda og'ir darajada ziyon berdi. Buning natijasida Xitoyga bo'lgan foyda hamda Xitoy eng chong foydani oldida bu yerda. Ya'ni Xitoy aralashmay turib, bu narsalarga, ziddiyatlarga aralashmay, betaraf turgandek ko'ringan holatda, biz xalqarodagi bu tartibning, sistemaning, qimmat qarashlarning qo'g'dilishini xohlaymiz deb asli g'arb davlatlari deyotgan, arab davlatlari va Amerika deyotgan bu narsani Xitoy deb o'tirg'a tushishga boshladi. Amaliyotda Xitoymi bu narsalarning buzayotgan va xalqaro qonunlarga, qimmat qarashlarga buzayotgan davlatlarniki birisi. Chunki buning tipik misoli Tibet, Sharq Turkiston va Mo'ng'ul, ishki Mo'ng'ulda bu yerda Xitoy bostirish siyosati, irqiy qirg'inchilik siyosati deb turibdi. Bu yerdagi narsa emas Xitoyga. Xitoyning o'zining o'tkazayotgan jinoyatlari bor masalan. Ammo Amerikaninki bu yerdagi farqning
Özgürüşüde Xitayning bek yaxshi qilib ketganligi, inson haqlarini qo'g'daganligi, o'zining yaxshi ishlarni qilib davlatlarga yordam berib, bundaq yaxshi imajni tiklaganligi sababini emas, balki asosiy sabab bo'lsa Amerikaninki o'zining xato olib borgan siyosatlaridagi buning natijasida Amerikaning chekinganligi va Xitoyning biroz ikkisining o'rtasidagi Amerika ikkisining o'rtasidagi farqning biroz azayganligini ko'rsatib beradi bu yerda. Bu nimani ko'rsatadi degan chog'da xalqaro tartibning yimirilayotganligi, bu sistemaning eriyotganligi, buzilayotganligi va yangi dunyo tartibiga qarab dunyo geopolitik vaziyatiningki bir o'zgarayotganligi, qaytadan shakllanayotganliginingki bir ifodasi bu narsa endi. Nicat Bey, sizningcha Hı bu hı. doklad Uyg'ur da'vosi uchun qanchalik jiddiy ogohlantirish hisoblanadi? Albatta, Sharq Turkiston masalasi uchun bir qo'ng'iroq altida ko'rsak bo'ladi. Chunki nima degan chog'da chet eldagi bu muhojiratga Sharq Turkiston ko'rishi buningki xarakterida bir o'zgarish, asli to'g'ri xarakter bo'lmay deb buni jiq degan qoldim programmalarida. Ya'ni asosiy Hmm. narsa siyosiy tilanchilikni asos qilgan holatda bir ep berilgan bir da'vat. Ya'ni haqninki yurtdoshligini, haqninki ko'z yoshini, o'zimizning ko'z yoshini yiqitgan holatda haqning xalqaro jamiyatninki, davlatlarning yurtdoshligini qo'zg'aymiz deydigan mana bir shakldagi bir da'vo sistemasi shakllanib qolganlikda afsus. Hmm. Ammo xalqaro sistemadagi bu davlatlar o'rtasidagi munosabatning bu o'ttirishki bu siyosatning xashlanadigan bir nimasi bor. Bir anaqa pul deydi-ku. Bu yerda xashlanadigan pul nima degan chog'da kuch deyildi bu yerda. Hmm. Ya'ni davlatlar kuchni asos qilgan holatda o'zining manfaatini chiqish qilgan holatda harakat qildi. Ammo biz bu nuqtani tushunmagan likimiz sababidanmi yoki sistemani xato olib borganligimiz sababidanmi bizning ishimiz asosan xalqlarniki yesashligini qo'g'dash orqali bo'lug'liq. Tamam bu g'arbning xalqning bu demokratik davlatlardagi bu universal qimmat qarashiga asosan belgilik yergacha bog'liq bo'ladi. Buni ilk inkor qilmaslik to'g'ri emas. Hmm. Belgelik yergacha grassroots deymiz, iliqi xalq harakati shaklida bir siyosiy harakatlarni qo'zg'ashda, insonlarning mehr shafqatini, yurtdoshligini qo'zg'ashda bu xildagi qimmat qarashlar bo'ladi. Ammo davlatlarninki siyosatini o'zgarishda, davlatlarni harakatga o'tkazishda bu xil qimmat qarashlar iliqi hal qilg'uchi omillar emas. U yerga hal qilg'uchi omil nima degan chog'da kuch ve menfaat devletinin gücü. Hmm. So'ng bu xalqaro jamiyatdagi bu dokladda inson haqlarininki, bu qimmat qarashlariniki tushishi, cho'ng davlatlarniki bu xalqaro qonunlarga ergashmay, e'tirofini buzib, bu inson haqlari masalasiga bu yerga qimmat qarashlarning bu o'zgarishi nimasida bu cho'ng davlatlarning buni buzishining natijasida bizga yana do'ppimizni ustalga yeb qo'yib o'ylanadigan bir narsa qildi. Tamam, bu yerda bir buzilayotgan bir sistem borki, bu qimmat qarashlar hech qanday davlat Cih devletler hazır ergeçmeyi buzub yetibdi. Unda olsa bizmi umumiy bu ko'rishimizning xarakterini bir o'stirib beqishga yoki bo'lmasa o'zgartishga yoki bo'lmasa yuqori bir darajaga ko'tarishga umumiy shaklini o'zgartishga vaqt keldimikanmidi deydigan bu narsani o'ylashadigan vaqt keldi. Aslida to'g'risini aytgan chog'da bu Ukraina urushining boshlanishi va unga ergashib 2023da bu O'rta Sharqga boshlangan urushlar, hozirgi Irondagi bo'layotgan Amerikaning to'qinishi bu narsaning hammasi bu yumshoq kuchning nimasining ojizlashiga, bu qimmat qarashlarning erishishi bilan birlikda qattiq kuchlarning maydonga kirayotganligi va bu davlatlar o'rtasidagi manfaat to'qinishining bu qurolliq kuchlarning o'zaro to'qinish orqali hal bo'linayotgan bir jamiyat ketayotganligimizni ko'rgandan keyin biz buni baldırla o'ylashimiz kerak endi 2022-2023dan keyinchi. Hmm. Ammo mana dokulat yeni bir qatim bir ogohlantirish signali bo'lishi kerak. Men bu yer demoqchi, bu xil shaklimizdagi bu qimmat qarashlar bilan inson haqlari masalasi bu talab qilmayli deganligimiz bo'lishi kerak. Ammo bu ishninki faqat bir partisi bo'lishi kerak. Eng asosiy kelsangiz ishchilikka qilinadigan ishning bir turi. Ammo Hmm. avval deganimizdek ish xalqarodagi bo'linadigan sistema va davlatlar o'rtasidagi munosabat kuch va manfaat nuqtasini chiqish qilgan holatda bo'lg'achqa bizmu bu xildagi o'yinning nimasiga kirishimiz uchun asli bizningki mustamlikadan qutulish bo'lgan bir ko'rishimizning asli xarakteriga bizningmi qattiq kuchimiz shakllanishi kerak va shakllanib bo'lgan kuchimizni qanday qilib xalqaro
meydanga seklenegi buni chiqib, bu siyasi yollarni, diplomatik nimeler bilen kandaq açymız deydigan manäslerini oýlandygan wagtla kilip ötep kilip ketkeli başlady meslen üçin. Hatta biz bununla jiddi hereket kıldygan bir näse kep kalganty devir. Аны мау кайтадан yana bir кытым bir uxlap oýgananmay kalgan halaklar bolgan bir ýylyky uykusundan oýgutuş bir qoňguryky desek Bir bolmaly. agahlandırış boldy. Elbette. Sizgeme ma'lum, ahirki 10 ýylda Xitay hakikaten vatanymyz Şerq Türkistanda nurgun sistemli halda erki kırgınçılık siyaseti ipadi. Uç kaşkarım yepirip baktı, yoşurum yepirip baktı. Hoş. Halkarada gün tertipki mükep baktı Uygur erki kırgınçılığı, nurgun garip metbuatları bu doğruluk naiti tepsili haberlerini bädi. Ve Uygur teşkilatları mı, Şerq Türkistan Müstakillik teşkilatları mı kuldun kilişçe hareketlerini ilip badi ve hazırgıça ilip berilip atıdı. Hoş. Şundaq turuqluq, Xitayning Uyg'urlarga qaratgan erkiy qirg'inchiligi dunyo jamoatiga nemishqa kutgandek ta'sir ko'rsatamdi. Elbette bu ýerde Xitay ep bagan bir dowam kılyp ýakynky 10 ýylda ap berip atgan bir erki kırgınçylyk siýasaty bar. Bu halkara jemgyýet onu tonudy, teşkilatlar dokulat ýazdy, ýa-da Birleşken Döwletler Teşkilatyny tanqid kıldy, Ýewropa Ittipaky bu diýimiz näçe etirap kıldy diýimiz. Emel bularning hemmesi kanuny bulunup atgan Xitaynyň ötküzgen kanuny bu jinayetlerini halkara kanun we tertip sistemalaryna asas kılan aletde bir çıkarılgan bir karar, yakımısı bir kararnamele. Ama bununla hareketki ötküzüş için yani devletlerin hükümetleri bu kararını hareketki ötküzüş için özlerinin Xitay bilen bolan münasebetini bir ölçeşke toğry kildi abay degenimdeki için. Yani devletler oturuşki münasebet küç ve menfaatine asas kıldı degendik. Ene mesela Engliýany misal galaylymyz. Engliýanyň Xitay bilen bolgan palan münasebeti belgilik nimediki mesela Ýewropa Ittipakynyň $700 milyon ýakyn tijarety bar mesela. Bu ýerde tempoňsuzlyk bar. Ama bu Xitayny aýyplap nime çykady, Uýgur ganda kıldyň, munda kıldyň dedi ama ýygyr jazalaryny ýürgizemedi. Tamam belgilik simwol karakterige bir näse bädemedi. Resmi bir näse ötküzüş üçin özleriniň Xitay bilen bulup atgan eksport, importlary, bular bilen bexaterlik, häwipsizlik demdik, tehnologiýa demdik, nurgun sahalerde oýlaşyka togry kelýärdi meselen üçin. Mesela Amerika şu meselen üçin. Nurgun kanunlar çykdy ama bunyň ijraýatida toluk ip baramagan bir näse gördük. Bäzi şirketleriniň kıldy, onu kıldy ama onuňmy Amerikanyňki özüniň milli menfaatine ziyan yetkizgenligi sebäbiden Amerika bu näseni kanuny ijra kılıp atdy meselen. Okşaş döwletler mesela Amerika ile Xitayga ziyade bekinip kalgan döwletler kıla alatamdy, kılamaýotdy meselen bu näseni üçin. Şoňa simwol halkara matbuatda, halkara teşkilatlarda we döwletleriň parlamentinde buna äýipligen bolsunmu, ama Xitayga jaza ýürgüzüş üçin, Xitayny meni çekleş we toskuzyş üçin döwletler özü aldy bilen özüniňki Xitay bilen bolgan iki döwletniň oturuşky münasebetini we Xitayga bu jazany ýürgizeliş, ýürgizenmesligi özüniň küçüni bir ölçeýdigan gep. Egerde hakikaten bu näseni özüniň milli menfaatine takaşkan bolsa, bu çıkan karardan paýdalanyp Xitayga bir işletetdi bunu üçin. Hmm. Ama onda bir näse onuňa küçü ýitedigan onda bir näse bolmagaçka, bu ýerde döwletlermi özüniň nimesi çekinip turup kaldy meselen üçin. Pew dokladida körülüşki buludy ki Afrika, Latin Amerikasy ve Janubi Şerq Asiýadaky döwletleriniňki Xitayga bolgan kyzykşy alaýdy perahlyk görünüp durup garip elleriňe garaganda. Muşundaq bir şeraitde Uygur müstakillik davasyny davamlyk ýani garip anlatyşyny asas kılıp meňiş kerekmi? Ýa-ki bolmasa Afrika, Latin Amerikasy we Janubi Şerq Asiýadaky döwletlerde Uygur müstakillik davasyny kandak anlatışımız mümkün? Mence bütün bu Şerq Türkistan görüşini meselesini bütün dünya gammiýege anlatyş gerek bu ýylyky düşendiriş, anlatyş, bildiriş. Bunumu her bir raýonyňki özüniňki küçi, alaýdylyky, bularnyň kıymet garaşlary, bularnyň Xitay bilen bolgan münasebetler karta okşamagan şekilde ayrım siýaset we strategiýalaryny belgilegen halatda ayrım şekilde ep beriş gerek diýimiz. Meselen
G'arbda masalan ko'proq inson hakları meselesini universal qimmat qarashlarni chiqish qilgan holatda degan bo'lsak, masalan O'rta Osiyoda o'zlariningmi masalaları bor. Masalan O'rta Osiyoda olsun, O'rta Sharqda olsun. Bu yerda nimani ko'tarish kerak degan chog'da, masalan Arab va musulmon davlatlarga, bu yerdagi yerlik xalqlarga va yerlik urug'onlik degan chog'da, bu yerdagi qarindoshlik, bu yerdagi islomiy qimmat qarash bu nuqtadan chiqishgan holatda, bu yerdagi xalqni, ommaviy jamoat odamlarini qo'zg'og'ili bo'lishi mumkin belgilik. Mesela O'rta Osiyoda nimada Sharq Osiyolardan bo'ldi masalanchi, bunda bir tirishchanliklar O'rta Osiyoda bo'lmadi, ammo nimada bo'ldi? Sharq Janubiy Osiyoda, Malayziyada, Indoneziyada xalq ko'tarildi. Ammo hukumatlar dadil Xitoyga bir tanqid qilgan bir narsani ko'rmadik masalanchi. Shuningdek, har rayonninki, har bir nimaninki o'xshamagan Xitoy bilan bo'lgan siyosiy munosabatlari o'xshamagan farqlar bo'lganligi uchun G'arbda qilgan narsaning ayni modelini kelib Afrikaga yoki bo'lmasa Latin Amerikasiga o'xshash yakunlasak, bek unda bo'lmasligi mumkin. Ammo ma xalq ommaviy fikr harakatida bu yerdagi xalqning e'tiqodiy, qimmat qarashi, bularning nimasini qilgan holatda, chiqish holatda bir turkum harakatlarni qo'zg'alishi mumkin. Ammo davlatlarning parlament a'zolarini bu yerdagi narsalarni harakatga keltirish uchun bu yerda Xitoy bilan bo'lgan munosabat, u yerdagi ilm berim, tijoriy munosabat va boshqa nurg'un bog'liq nuqtalarni chiqish qilgan holatda, bu yerda masalan lobbichilik qilish, bu yerlik parlament hukumatdan qilgan chog'da nechilik natija yarata olamiz, berib rasmga tushib ketsa hisob emas. Masalan bu yerda nurg'un ko'rishishlar bo'ldi. Masalan Latin Amerikasini ba'zi Uyg'ur tashkilotlar berib qildi, ammo qilingan natijada bir qilingan ko'rishishlar bir natijaga bormadi masalanchi. Hmm. Buning uchun har bir rayon, har bir davlatning nimasiga ayrim bir plan nima bilan ep berish kerak demoqchi buning uchun. Hmm. Shuni farqli rayonlarda farqli siyosat va nimalarni harakatlarni ep bersak, buningda biroz unumli bo'lishi mumkin. Sizga ma'lum dunyo vaziyati mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin va mayli fan texnik jihatdan bo'lsin, o'zgarish nihoyatda tez bo'lyotidi. Bundaq bir sharoitda, ya'ni keyingi 10 yilda Sharq Turkiston mustaqillik harakati eng ko'p kuch sarf qilishi tegishli bo'lgan sohalar qaysisi deb qaraysiz? Dünya siyasi vaziyeti bütün sahalar bo'yicha nihoyatda tez taraqqiy qilyotidi. Biz Sharq Turkiston xalqi buni bu o'zgarishlarga yetish Shunda. bilolmayotganlikni ko'ryapman Hmm. masalanchi. Mayli fikriy jihatdan bo'lsin, mayli tashkiliy jihatdan. Qildigan ishlar nurg'un sohadan. Ammo endi bir tirishish kerak, chunki bizning qo'limizga, bizning ustimizga tushgan narsa qo'limizdan kelishicha tirishchanlik qilish kerak. Hamda nimali bo'lsin, bu taraqqiyotlarga, nimalarga o'zgarish uchun inson yetishtirish, ya'ni inson qaynog'ini yetishtirib chiqish bu tugamaydigan bir narsa. Davlatni qo'limizga olgandan keyin bu muhim mangu davlat yashagan mezgilda bu mezgilgidimi buni qiladigan xizmatlarninki birisi chuqur qilmasa bo'lmaydigan narsa. Ya'ni eee qo'limizdagi avlodlarni, o'zimizning farzandlari va atrofdagi yoshlarni nuqtaliq holatda kelgusi o'zgarayotgan dunyo qarata tarbiyalash kerak. Ham tarbiyalashniki masalan texnologiya bo'lsin, nurg'un ilg'or nimalar bo'lsin, masalan xalqaro siyosat, falsafa, nurg'un sohalarda bizga bu davoga odamlar kerak masalanchu. Bu Hmm. sohalarni to'ldirish uchun, buning uddasidan chiqish uchun bizga yetishgan butun shu dunyodagi muhim sohalarda o'qigan, yetishgan odamlarni, bolalarni, yoshlarni yetishtirishimiz kerak va shuning bilan birlikda bu yoshlarning bu kimligini to'g'ri bir yerga to'g'rilash kerak. U nima u degan chog'da ko'pincha insonlar tarbiya olgan, maktab tarbiya olgan davlatlarninki ta'sirga uchraydi inson bo'lgandan keyin, ammo bu yerdagi o'zining milliy mansubiyatini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Hmm. Tashkilotlar palon maktabga o'tdik, Pistoniyaga o'tdik, bolalarimiz ayel kurs qilyapti, man kurs qilyapti degan bilan a yerda a'loning ideologiyasi va siyosiy fikrga ta'sirga uchraydi. Kimligi bu yerda boshqa bir nimaga masalan, Yevropada yashagan bo'lsa, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya degandek davlatlarning kimligi bilan birga cho'ngildigan gap. Bizga buni kurashni qilish uchun Sharq Turkiston kimligi singan, Sharq Turkiston mansubiyati singan bir avlodlar kerak. Hmm. Ya'ni o'zining har sohalardagi yetishgan nimasini yetishtirish bilan birga bu Sharq Turkiston kimligi, Sharq Turkiston mansubiyati deydigan bu narsa bo'lmasa, biz nurg'unlagan doktorlarni yetishtirib olsakmi, bular Sharq Turkiston xalqi uchun, Sharq Turkiston manfaati uchun ishlamaydi.
Çünkü belki kimlik, belki insanın mensubiyeti, yani kaysı ulus üçün, kaysı devletninki menfaati üçün işleydigan bir narsa. Bu balığa umurtkalargacha sığmasa, bu küreş ilaki toğrı hep berilmaydı. Yani biz başkalar için adam yetiştirip bergen bulunuz mesela. Bunun nimisi misalına ait iniq bu mesela 2. Cumhuriyetkin nurgunluğa Uygurlarga qarsak, internasional kommunizmning nimisi kichiklik qurboni üçün. Öyle Şərq Türkistanның mənfəəti üçün emas, məsələn, ruslarның nimisi üçün işləyən bir açıq tarixlər var. Məsələn, bugünmü nurgulğa yetişkən Uyğurlar var vətəndə. Amma ular Xitayның kompartiyası üçün, Xitayның nimisi üçün işləp, hətta canlarını fida qılğan nurgun işlər var məsələn. Hmm. Amma bizga chet eldə bir erkin bir muhitda bir tashkilotlar odam yetishtiryapmiz, u bu degan narsa yaxshi, tamom. Bunga yaxshi sistemalik nima bilan qilish kerak. Paralel holda Sharq Turkiston kimligi va mansubiyatini chuqur bolalarga, yoshlarga singdirish kerak. Bu ilib berilgan eng muhim xizmatlarning birisi deb qarayman. Undaqda Şərq Türkistan kimligi ve Şərq Türkistan mensubiyetini yetildiriş için qandaq qədəmlərni ilişimiz kerak dastlabda? Elbette bu aslida buni tarixchi, sosiologlar javob bersa yaxshi bo'ladi. Bu yerda o'zimizniki to'g'ri bo'lgan Sharq Turkiston tarixini nima qilish kerak? Bolalarga sistemalik holatda darslik qilib o'tish kerak. Undan keyin bu kurashninki mohiyati, yetmoqchi bo'lgan nishoni, xalqaro tartib, o'zimizniki qimmat qarashlari, qadriyatlari, diniy, e'tiqodiy, axloqiy bu narsalarning hammasi bu darsliklarga kirgizilishi kerak va xalqarodagi andan keyin xalqaro sistemadami o'rganilgan nurg'un kurash tajribalari bor. Buni o'rganish kerak va buni o'zimizga tatbiqlashimiz kerak. Masalan, Latin Amerikasidagi, bu Shimoliy Afrikadagi, O'rta Sharq davlatlar bular qanday qilib mustaqillik kurashchilik qildi? Buning bizga tatbiqli bo'lgan yerlar qaysi, tatbiqli bo'lmaydigan yerlar qaysi deydigan bu xil darsliklarni chiqarib o'zimizni bir jangovar bir mansubiyati Sharq Turkistonga tava bo'lgan bir avangard qo'shinni nima qilib chiqishimiz kerak endi bu yerda-chu. Ammo buning darsiga olsak bu nurg'un nimaga chechiladi o'yliqi. Aytdi. Çoğ narsalar üçün nurgun. Ama Hmm. to'g'ri bo'lgan tarixiy narsani o'rganish, o'zimizning kimligi, qimmat qarashlari, e'tiqodiy bu narsalar chuqur to'g'ri bo'lgan holatda sistemalik bolalarga singdirilishi kerak. Undaqda bir yerda yana bir savolni so'rashga to'g'ri keldi. Xo'sh, xo'sh. Sizga ma'lum, Uyg'ur diasporasida 20 yildan oshdi Ma'rif harakati nomida xalqaroliq Hı hı. tashkilotlar qurildi. Dunyoning har qaysi joylarida bu tashkilotlarning tarmoqlari xizmat qilyotidi. Ya'ni Sharq Hı Turkiston hı. va yoki Uyg'ur Ma'rif harakati nomida. Hı hı. 20 yil, mening bilishimcha 20 yillik tarixi bor bu harakatninki. Xo'sh, Mushundaq xo'sh. uzun yillik harakati, Ma'rif harakati ilib berayotgan tashkilotlar sizningcha mushundaq bir tarbiyalashlarni o'ylashmaganmidi va bundaq tarbiyalagan odamlar bormidi sizningcha? Menki emme teşkilat bununla tirişip bakkan bir narsani ko'rdim. Ama bir yerde eee birisi teşkil terbiyeleş, birisi mening ko'rgan o'zimning shohid bo'lgan narsa izchillik yo'q bir narsa bor. Iliqi bir necha kurslarni qildik deydi, chet elliklarni kelib so'ziltib qo'ygan narsa shuni tugaydi bu narsa-chu. Bu tarbiyalash iliqi izchil, sistemalik bo'linishi kerak. Ikkinchisi iliqi bizning tarbiyalashimiz degan chog'da iliqi chet el tili bilsam bo'ladi yoki bo'lmasa tarbiyalash desa iliqi ana tillamki Qur'on o'zimizning diniy nimasini savodi chiqsa bo'ldi deydigan bunday shakldagi nihoyat kichik nimalarga markazlashib qilingan bir narsani ko'rdik masalan. Hmm. Tamam ana tilini o'rganish kerak, o'zimizning dinni o'rganish kerak, ammo bu ana tilning orqadan keladigan masalan o'zimizning nurg'un adabiyotlarimiz bor masalan-chu. Bu o'zimizning nurg'unlagan yaxshi yozilgan kitoblarimiz, asarlarimizni o'qigandan keyin bu yerdagi Sharq Turkiston xalqining u yerdagi kurash ruhini shu kitoblardan oladigan gap bo'ladi-chu masalan. Hmm. Bizning qahramonlarimiz nima qildi, bu yerdagi nimalarga savodi chiqdi, endi bo'ldi, ketdi, bu Uyg'ur bo'ldi deb tashlab qo'ymas emas. Diniy nimadimi masalan o'zimizniki bu islomiy musulmon bo'lish xalqini bilish bilan birga islomiy nimadan chiqadigan nurg'un bizga darsliklar va axloqimizni yetishtiradigan o'zimizning bu kurashda bizni yetishtirib tavlab chiqadigan nurg'un narsalar va ya'ni bu demoqchi o'g'lim mundaq bir tərbiyələyəndə görünsümü bu nəsilki çonqur sistemlik emas deb qarayman bugünkü gündəki. Məyli qaysı təşkilatda olsun. Hmm.
Biz onu Ya, əsasən şu elipbə savad çıxandan keyin Uyğurluq tügüdüb, Quran savad çıxandan keyin boldu bunun əmdi imanı bütün sağlam Müslüman boldu depçu. Amma meyli Uyğurluqның, Şərq Türkistanlıqның olsun, Müslümanlıqның olsun, bunun nurgun tələb şərtləri, epirixçilik nurgun işləri var əslidəçü bununki. e, yani 20 yılın yağı Uygur diasporasında ilip verilayotgan ma'rif hareketi faqatla ana til tarbiyalash ve dini ta'lim tarbiya bilanla cheklanib qiliqliq ve Hı. sistemlik ma'rif mexanizmi Uyg'urlarning texi qurilmadi. Yo'q, Shundoq tushunsak yo'q, bo'lamdi. yo'q. Mençi şu yerdə dep qarayman. Hmm. Çünki bu nayt tez olğan bir tərbiyələşinin nimesi var. Bu Hmm. umumi bütün təşkilatlarınınki nimesi. Əgər bolsa texicimi. Hmm. Ama bu çoğun kuruluş gerek, sistemlik veriliş gerek ve kelgüsü köreş kartta bu yetiştirilişi gerek bu ders için. Hmm. Hozirgi ahvoldan qaragan chog'da bularni ko'rolmayapmiz. Ya'ni bundaq bir sistemning qurilganligini agar bo'lgan bo'lsa bilatdik. Hem de Suriye'de bir nurgulluğun Uygur kıyırındaşlarımız var elbette. Bu yerde bir biz gazete işçiliki, u yerdeki kıyırındaşlarımız var. Bu yerde bunda çoğun bir sistema bir nime boğan dikin, u yerdeki terbiyeleşle belki farklılık buluşu mümkün. Hem de o mümkün hem de u yerdeki tepsili işçini biz bilmeyiz mesela. Ama ma bu chet eldeki, ma sirtidagi ma bu Yevropa, Amerika nimedeki qarindoshlarning nimasida, umumiy tashkilotchilik nimasida, bu yerdagi inson yetishtirish nimasida biz asosan nol desam biroz haqorat qilgan bo'laman. Ammo birinchi sinf saviyasida, umumiy Hmm. nimamizda. Bu Hmm. hammamiz hamma tashkilotlar o'ylanib tuzishga tegishli va saviyani yuqori ko'targan nimada bir xizmat hamda. Ee, yani ciddi siz degandek ma'rif mesela Sharq Turkiston kimligi ve Sharq Turkiston mansubiyati ta'lim tarbiyasiga hozir jiddiy ehtiyojimiz bo'lyotidi. Aslida hamma tashkilotga bo'lishi kerak, chunki bir siyosiy harakat qilamiz degandan keyin bularning bir o'z-o'zini tarbiyalash, hatto faqatla yoshlar emas, hatto bu tashkilotda vazifa olgan insonlarmi o'zininki siyosiy ideologiyasi, xalqaro bo'layotgan narsalarni tushunish uchun belgilik bir siyosiy ong saviya bilimi nimasiga ehtiyoji bor. Hani bu yoshlarning nimasiga qoldiqda masalan. Hmm. Bu hamma tashkilotlar o'zining ashuna inson qaynoqi, inson yetishtiradigan bir sistemasi va bilimi bo'lishi kerak. Hmm. Albatta bu ma'rifni bilan maxsus shug'ullanayotgan tashkilotlarga vazifa texmi jiqroq tushadi, chunki bularning asos qatgan markazlashgan xizmati mushu hamda. Hmm. Ama bugünkü ciddi nimede meyli dünyanın meyli qanday şekilde özgürüş qayaga borsin, qaysi taraf Xitoy olsun, Amerika tuzuk munosabat qayda bo'lishini qat'iy nazar bizni saqlab qoldigan va nim qildigan kuch o'zimizning ishidiki mushu qimmat qarashlarimiz, diniy e'tiqodimiz, ona tilimiz, milliy kimligimiz, mansubiyatimiz bu narsalarni boshqalar bizga kelib bizga singdirib beradigan o'zimiz yetishtirib chiqishimiz kerak. Hem xalqaro sistemadagi o'zgarishlar, xalqaro saviyadagi bu fan texnikada bu dunyoning taraqqiyoti bu narsani albatta bolalarimizni ilg'or universitetga kirib texnik kuchli chiqalaymiz. Bu Hmm. ishkilisi zarur, ammo ishimizdagini o'zimiz qilmasak boshqalar bizga qilib bermaydi. Shunga bu bütün tashkilotlar, harakatlar jiddiy xizmatda bo'ladigan bir ish endi. Hmm. Sizga ma'lum oxirgi yillarda bo'libmi shu Xitoyninki irqiy qirg'inchiligi sistemalik ilib berilayotgan shu 10 yilning yoqi, ya'ni shu 10 yilning oxirgi 5 yilda Xitoyninki bir yoqdan irqiy qirg'inchilik siyosatini ilib borsa, yana bir yoqdan chegarani yechib boshqacha ssenariyalar bilan dunyoning ko'zini bo'yayotgan bu paytda da'voga qiziqadigan odamlar kundan kunga ozlab ketyotidi. Hı hı. Hem köpünçe meyle vatanga bormaydigan ve pozitsiyasi bu jihatda aniq bo'lgan ko'pincha odatki ya'ni hech qanday tashkilotga mansub bo'lmagan odatki Uyg'urlarga qarasangizmi da'voga aralashish nemasi beksuz. Bulardan sen nemishqa bu da'voga aralashmaysan deb so'ralgan chog'da ko'pinchisining beradigan javobi nimaga aralashamiz, o'tirliqda bir ish yo'q, tashkilotlar ishonchsiz, tashkilotlar gumonliq. Unda bo'lganki biz bunun içi kirganda shunda tug'unimiz yaxshiroqkan deb degan javobni olamiz ko'pincha. Hı hı. Sizcha chet elda yashayotgan odatdagi Uyg'ur mustaqillik da'vosi uchun amaliyotda nimalarni qila oladi? Albatta, har kimning o'zining tanlashi bor, bu shaxsiy tanlash. Ammo bu bugungi kunda Xitoyga qarshi harakat qilish hammalarninki
Bu milliy mecburiyet endi. Bundan da degenim ilki çıkıp hem madem teşkilat katnaşsın degenlik emes. Hmm. Eng oddiysi kıla alaydığını ailede bir yaramlık evlatni terbiyeli oludu mesela. Çünkü teşkilat katnaşımız. Abay degендek bu balınki dinni etikadi, milli kimliki, kıymet karaştırı, bu balınki sağlam ahlaklık, bu vatan milletki yaramlık bulduğun bir evlatni yetiştiriş. Hiç kim bunu ele kıyma işlep aldıraşıp kettim yakımız Xitay anda kıldı dep. Hiç kim bununla bahane tapamaydıgan bir narsa. Bu bizninki ata-analık bir mecburiyetimiz, bir insanlık mecburiyetimiz. Endi aşılarını bunun hech qanday bahana ketmaydi. Hamma oiladan yaramliq avlodlarni yetishtirib chiqish bu bir Uyg'ur ota-onaning bir majburiyati. Buning hech qanday to'salg'i bo'lmaydi aslida-ku. Buni qila olamiz. Albatta, o'zimiz iqtisod to'play olamiz, bilim sohasida tushunib, bilimlik insonlardan bo'lib, xalqimizga, atrofimizga, yoshlarga, shu davlatdagi birga turayotgan vatandoshlarga nurg'un tuhfamizni qata olamiz yani-ku. Albatta, undan chiqib, boshqalar bilmasin, iqtisodiyotni qilib olgan nurg'un narsalar bor. Hmm. Şoňaýlyky meniň demekçi bolanym bahane ketmedi. Çokum teşkilatga kirip siyasi pozisiýa almagan takdirdimi ýene insanlarynki kıla alaýdygan ýene nurgun işlerimiz bar. Çünki bu körüşimiz fakatlam teşkilat kuruplamki bir hereket kılıp namaýyş kılıp goýuşlar bilen bitmeýdi. Çünki digendek nurgun sahany öz içine algan bir köreş bunyň içinde. Senet deyimiz, bu ýerde esker deyimiz, bu ýerdeki tarih, siýaset deyimiz. Nurgun sahalardan bizning adamlarymız boluş gerek. Bu sahalardan biz adam yetiştiriliş gerek. Bildiganlar bunağa kelip uçuk we ýoşurum halatda bununla töhfä goşup hyzmat da bula alaýdy aslida. Şoňa her bir Şerq Türkistanlygynyň kıla alaýdygan işi bar. Mesele şunuňga şu wagt çykyryp milli özünikin mecburiyetini, insanlyk wezipesini kıla alamdy, kılamamdy. Bu hem de onunki bir vicdan meselesi hem de şähslerge goýup goýulgan. Yani hiç nim kılamagan haletdimi? En az digen çağda bir aile, her bir aile öz ailesinden en az digen çağda bir evladını, bir balısını devager kıp yetiştirip çıkış gerek değil mi? Ya elbet bu köreşke dedim goýlaky çokum syýasy buluş bolmasymy Hmm. bir yaramlyk bir doktoryny ýetişdire alýaş mümkin, fizik alym kıla alýaş mümkin, sen bir chemia alymy ýetişdire alýaşyňyz mümkin, bir togry bir bolgan bir ahlaklyk bir durus bir insany ýetişdirip çyka alýaş mümkin. Bunyň hemmesi bu watan üçin her bir Şerq Türkistan perzenti bu watan üçin bolgan bir kymmetlik baýlyk hesabynda açykdan Hmm. çykyş. Hmm. Şoň buny kızılı boldugan näse bu ilki bahany ketmeýdigan näse bu ýerde jyk uçuratdym ilki. Biz aldyraşyp ketkeşke balalarymyzga ýaxşy garaýanmadyk depçi. Bu Hmm. bahany ketmeýdi bu näsigiçi. Hmm. Şundak. Men Belkim aldyraşyp ketdim bu dep. şundak. Belkim terbiýelewatkandy. Men bunu işinimi. Bizning halkymız Hmm. o kadar da yani manqurtlaşıp ketkenige işengim kemeýdi. Biz bir tarihten buyan kahraman ötken bir millet, medeniyetlik ötken bir millet ve bütün dünyada birinci bolup döwlet kurgan bir milletning evlatlary. Buluş süpütimiz bilen bugünkü aile bulupmu diasporadaki ailelerde belki bizge haber kemisimi bilmesekmi. Men işinimenki çokum evlatlarını bolsunmu bu dava üçün yetildirip dep oylaymiz ve şunda ümit kılımız. Elbette şunda buluş gerek ama ilki açyk bir ýallyk bu. İnsanlar meselen jygyryp nemege saladigan nurgun meblagymyz bar meselen. Eee Yig'ilishlarga, sorunlarga, yemek-içmeklerge, kebaplarga çeçiýdigan nurgun meblagymyz bar. Ama balllarymyzga köňüli, ballarymyzy ähmiýetlik kursga, çynykyşga, tenterbiýe sahäsige, güçlük beden sapasy ýetiştirişge, ýakymyş därisden syrtky alaýdy bilim kabiliýeti ýetiştirişge kurslarga meblag saldyganga bu näsige bizde ben az gödüm çet eldeçi. Hmm. Okuýdy bu depçi. Hmm. Ilki ada sırttan karasak, meýli açyk bir näse uçuk däwirme. Bugün biz irqi kırgınçylyga uçurgan milletde kılmaýmyz çünki. Şundak. Eger ne bolsa bizning o sorunlarymyz toktaşy gerek. O sorunlarymyz onda ısrap kılıp ýetilen bir näse bolmaslygy gerek. O ýerdeki selengan meblagny tehime ähmiýetlik bir näsege sarap kıla alaýdygan işler aldymyzda, köz aldymyzda turupdy meselem. Hmm. Şoňa açık bir reallyk bar. Bunyň halkymız tehiç ýerim uxlap atgan halatda turýardy ama buny tüzüşini şähsen özümden başlap nim kılmaýlyk.
Hammalarga tavsiya qilaman. Hiç Chunki holimiz bo'lmaganda xatarlik. Hech bo'lmaganda shuningga bo'lsinmi badal to'layolsak, kunib qolgan hashamatli turmushlarimizni qisqartib, uning o'rniga isrofxo'rliklarni to'xtatib, uning o'rniga mush davarimizni kuchlantirishga yuzlangan bo'lsak, hech bo'lmagan chog'da shuni qila olgan bo'lsakmi, bugungi kunlikdagi taqdirimiz yana boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin-di. Elbette, elbette. Mesela Zeyd Yusuf'un hikayesi var ilaki. Biz okan, evet sizin de okan buluşunuz gerek ilaki. Bir dükkanға kirip ilaki. Tamaqni yemey, u yerga non elib yeydigan bir voqealigini o'qigandik. Hmm. Uning do'sti so'ragan chog'da u pulga men chiqib Xitoyga qarshi otadigan o'q olaman deb deygilik. Bu yerda rahmatli Zeydin Yusuf Hmm. ustozimiz. Shunday. Bizda ashu ruh shakllangan chog'da biz Ruhni. mustaqil bo'lamiz hamma Uyg'urlarda. To'g'ri. Inshaalloh. İnşallah. Eng oxirgi bir savol sizga ma'lum, Biz oxirgi kunlarda Arafat Odil voqeasi Uyg'ur diasporasini xili mashg'ul qildi. Arafat Odil voqeasining oxirgi siyosiy maqsad sizcha nimadir? eee bu Xitoy biz dunyodagi boshqa bir davlatlarga o'xshamaydigan holatga nihoyatda eğilimiki cih bo'lgan bir dushmanimizdan nima qilib bir dushmanimiz bor. Bu Xitoyniki siyosiy taktikasi nihoyatda ko'p bundaq qilib o'ynaydigan o'yinlar uchun. Bundaq bir narsalarni bu yilqi yaqinqi yarim yildan ikki qatam takrorlandi. Aslida qarasak buningdan burunmi boshqa davlatlarda takrorlangan bir hodisa borchu. Masalan, Shvetsiyada bunda qaytarilib ketgan emas. O'zi kelib siyosiy panohlik tilab, bu yerda bir yillik yashab, masalan, Bobur Maxsud deydigan jasusning o'g'li bu yerga kelib bir yillik yashab, andan keyin ketdi. Ketib bu yerda insonlar so'rag'liq. O'g'lingiz ketibdi-ku desa, masalan, balam ishni bo'lmadi, ketdi, ishni bo'lmabdi deb. Undan keyin bir Xitoyda bir ma'lum bir davlatda ishlagan bir oiliklar Shvetsiyadan kelib siyosiy panohlik tilab bir yillik yashab, bular ketdi masalan. Hech qanday olmabdi u odam. Shunga o'xshash bu aynilan voqealar Germaniyadan bo'lug'liq, Gollandiyadan bo'lug'liq bular. Bunday ketishlarninki sababi bu yerdagi ko'chmanlar idorasininki qaror chiqarg'uchi bilimning mutaxassislari bor masalanchu. Bular Hmm. siyosiy nima tilabdi, bular ketibdi-ku, bular ruxsat bermagan tursa deydigan bular bir statistika berib beradi. Biz 2012'de 11'de Shvetsiyaninki nimalar bilan ko'rishganmiz shu. Qaror bergichi tadqiqot, qaror chiqarg'uchi organlarning odamlari bilan. Hmm. Bu yerdagi bulungan statistika odamlarning nimasi, nechilik odam keldi, nimasi bularning hammasini qo'lda nihoyatda tafsiliy doklad bor keyligi, arxivlashtirilganchu. Hmm. Aynan u davrda bizning nimamiz keyin qari ko'rishib, imkon keyin Shvetsiyada ko'chmanlar ishtijoq o'zgarish bo'ldi, yaxshilanishlar bo'ldi. Ham demoqchi o'g'lim, bunda qaytarilib ketgan bu yerdagi g'arbdagi Uyg'urlarning siyosatpanohlik ishini bir savol belgisiga kelib qo'ydigan Xitoyninki sistemlik operatsiyalari bu birinchi qatam bo'lgan narsa emas. Arafat operatsiyasi bu hamda yangi bir davrdagi bu Xitoyga irqiy qirg'inchilik tamosi urilgandan keyinki Xitoy buni bir tarafdan masalan qarasak chet eldan Uyg'urlarga vizasiz qilib nurg'un Uyg'urlarni akyapatidi va Xitoyning ishida turgan Uyg'urlarni chet elga erkin chiqarib bir tirishyotidi. Ammo bu belgilik natijaga erishsimi yana dunyo yana qoyil olmadi. Hamda hozir mandaq operatsiyalarni orqadan qilish orqali masalan Germaniyadan bo'ldi. Germaniya Yevropaning ichiga cho'ng bir kuchli bir davlat. Buning xalqaroga bergan ta'siri yaxshi emas masalanchu hozir. Bu ko'chmanlar idorasiga ko'rdi bu yerdachu. Bular siyosatpanohliklarga biz ketkazib sog' salomat qaytib keldi ekan-ku bu yerdan debchu. Hmm. Bunda nimalar boshqa davlatlarda ichki qatamdan bo'lsa bular bu yerdagi ko'chmanlar masalasida Uyg'urlar qaratgan nimada siyosatida o'zgarishlar abaylamki bo'ladi buningchu. Hmm. Şoňa buning ýene bir tarapdan meselem bununğa ilki teşkilatlarnymy meselem bir ýalgançy kıldy-da, bu ýerde bulungan näsiz ýanyň birisi. Hmm. Teşkilatlar çykyp ýerde endişimiz boldy, bularny anda kılıç mümkin, munda kılıç mümkin dese, bu balaga bu adamlar hiç kanda bolmay gaýtyp geldi. Hem soruş mümkin. Anda olsa ilki bular çykyn jazaga uçuruş gerekmi diýdi. Normalda Xitoynyň sistemasida bunda bu adamlar siyasatpanohlyk tildi diýenden özü Xitoynyň kanunyda bir jaza nimege tartyldy bu näse çöpsün. Hmm. Şoňaýlyky bundaq operatsiýalarga teşkilatlar biraz sezgür boluşymyz gerek. Teşkilatlaryň hazır ma iki qatamdykinem Germaniýa gibi dünýäniň başga teşkilatlary mesela matbuatlardan bundan kim bersek gipimiz gaýsy gipimizge işendi meselence. O sizlerniň adamlaryny ýollap etken tazy gaýtyp gelişden bolmaýar eken şoň bu näsini
saqlap baqaylı bir neçe gün deb ötep ketiş mümkin mesela. Hmm. Mesela biz yeni bir narsani ko'rdim ziyade başqa davlatlarning nimasini sehriy kuchi bordek ishinib qolmasligimiz kerak masalan. Turkiyaga rahmat deb ketdik, u bu deb nim qildik. Ammo bu yerda Turkiyaning kuchi yo'q deb qarayman bu yerda-chu. Hmm. Chunki bugun Xitoy dunyoning Amerika bilan birga bir raqobatlashayotgan, raqiblashayotgan bir davlat. Bu kuch Turkiyaning Shundoq, nimasini fosh demaydi bu yerda-chu. shundoq. Masalan, Taylandga odamlarni aketdi, uningdan burun aketdi, Turkiya nimasdagi odamlarni aketdi. Gap qilolmadik masalan Turkiya. Ashulani nima uchun to'samidi bu bir kichik balani achib qoldi masalan-chu. Hmm. Bu Xitoyning ziminiga tushib bo'lgandan keyin bu Xitoyning qonunliq territoriyasi. Xitoy xohlasa turmaga tashlaydi, xohlasa nima qildi, unisi balani qilib Xitoy pasporti vakanti masalan-chu. Shundoq. Bu yerda Turkiyaninki davlat, Turkiyaning prezidentimi ishlim qilolmaydi bu yerda-chu aslida. Hmm. Yani Bu Tayland'dan qaytırılgan 109 Uygur'un tek unutup kalganımız yok. Ulağı bunda muamele albatta kılınmagan. Ulanın Amerika izlergeni ishlim qilolmadi. kılamayımız hazır. Ula emmisini öldürgen buluş mümkün. Amerika ishlim qilolmadi. Shunga ziyoda xiyoliy dunyamizdagi bir narsani kelib, o'zimizning nemisini qurbonlik qilib bermaylik bu yerda-chu. Bu yerda bo'lsa Hmm. Xitoy bu yerda uni bu yerda qo'yib mening shaxsiy farazimda bu hikoya to'liq aytilmadi. Bu yerda telefon qilgan odam bu Turkiyada nemis emas, Turkiyadagi diplomatlar emas, Hmm. Beijingda turayotgan. Bu Hmm. yerdagi narsa Xitoy buni qasdanga chiqarib yetish orqali bu yerda bir xalqaroda bir nima obraz yaratdi mundaqchu. Hmm. Bular Ha, kepkes hech qanday masala yo'q. Biz Uyg'urlar qirg'inchilik qilmadik. Bu ketdi boshqa davlatdan pularga. Qo'yvatdik buni ketdi. Agarda Pevdokulat'taki çıkan ha, neticege hı. maslaştırıp oynalgan bir oyundan ha bu. Özünün Ben obrazını şundan götürüş düşündüm. için. Ha, ha. Texim işençige erişiş için. Yalgan narsani hesaplaylik, bulayotgan narsani unda bir irqiy qirg'inchilik yo'q degandek kesish Hmm. mumkin. Ertagin shu irqiy qirg'inchilikda turmada yotgan, nimada turgan odamdan chet el pasportini berib zo'rlab chiqarish mumkin uzun qolmaydi. Hmm. Hmm. Xitoy buni qilmaydi degan olmaydi. Şundak. Bu chog'da nima deymiz masalan? Arafat adıl vakası yana davamlışı, yani tekrarlanışı mümkün bunun keyinki günlerde. Biz Bunun aldığını iliş için teşkilatlara nimeni tavsiye kılsız? teşkilatlar birinci narsa bu yerda biraz hushyor bo'lish kerak bunda nimalarda. Ikkinchisi bu chiqib bayonotni tez berayotgan bilan buningki Xitoy bunday o'yinlarni qilish orqali buni tashkilotlarning so'zini ishonchsiz holatga kelib qo'yadigan bir ahvollarni ko'rdik masalan. Buni buningga bir diqqat qilgan nuqta. Albatta bayonot bermasa bu diqqatni qo'zg'almasligi mumkin. Hmm. Ammo bayonot bersa o'sha yolg'onchiga chiqarish mumkin va barabar tashkilotlarni e'tiborsiz holatga kelib qo'yishi mumkin. Endi buning Hmm. choralari birisi davlatninki munosabatlik o'rinlar bilan ko'rishish kerak. Buni ko'chmalar idorasiga davomli ko'rishish va yangilanayotgan vaziyatdan xabardor qilishi kerak. Masalan, chunki bunda bizning ko'pincha doklad yollaydigan narsalarimiz davlatninki tashqi ishlar ministrligiga markaziy ishqiligi. Masalan, parlamentninki tashqi ishlar nimasi, qonun nimasi deb o'xshamagan nimalar bo'ladi. Hmm. Bular bilan izchil aloqada bo'lish orqali xabarlantirib turish va davlatning istixborot organlari bilanmi bu masalalarni anglatish kerak. Chunki bu yerdagi o'ynalayotgan narsa bir cho'ng bir o'yin ya'ni-ku. Buningga biz Hmm. yolg'iz tenkab bo'lolmaymiz. Mayli vatanning masalan bizda turib bu yerda pasportni ilib ayni chog'da kelib Xitoy meni o'ldirdi, chopdi deb narsani deb qo'yib hozir ketayotganlarning masalasi bo'lsin va vatanning ichidan besim bilan erkin dunyoga chiqarayotgan bunday Uyg'urlar bo'lsin va yangi Mavo Arafat voqeasidek bundaq tik-tak to'polonlikka o'ynagan bir operatsiyalar bo'lsin. Bular hammasi davlat bilan paranglish orqali buni xabarlantirish va buni orqali o'yinlarni o'rtoqlashish orqali bu davlatninki istixborot organlari orqalimi ba'zi unumlarni olg'ili bo'lishi mumkin endi-chu. Hmm. Shunga tashkilotlar bu narsaga ahamiyat bersa biroz yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Hmm. Rahmet sizge Nicat Bey, Sizga kıymetli rahmat. fikir, göz kararlarınızı radyo anlıqçılarımız bilen ortaklaşkanlığınız için radyomuz ve radyo anlıqçılarımız namından sizge köptün köp rahmetimizni aytamiz ve vaqt münasebeti bilen bugün söhbetimizni bu şeyde ahırlaştırırız. Men sizlarga rahmat aytaman. Rahmat.
Hürmetli radyo anlıqçılar. Bugünkü programımızda biz bir-biriga bağlanğan iki reallıqni gördük. Biri Xitoy xalqaro sahnada o'zining obrazini kuchaytirishga uriniyotidi. Yana biri shu Xitoy Sharq Turkistonda bir millatning mavjudligini yo'qotish siyosatini hozirmi davomlashtiryotidi. Arafat Adilning salomat qaytib kelishi hammamizni suyundirdi. Ammo bu bir kishining qutulishi bilan masala oxirlashganligidan derak bermaydi. Bugün yüz minglığan, milyonluğan Uygurlar yanıla öz vatanında erkinligidan, dinidan, tilidan, medeniyetidan ve en addi insani hukuklardan mehrum yaşavatıdı. Chet ellardaki nurgun Uygurlar bolsa, Xitayning devlet halkıgan bastırış siyasetining besimi astida yaşashga mecbur olmakta. Şuna bugün bizning chaqiriqimiz faqat bir odamni qutqizishga emas, balki bütün bir xalqni qutqizishga qaratildi. Biz dünyadaki barliq Uyghur teşkilatlarını, kişilik hukuk organlarını, demokratik devletlerini, parlament azalarını, jurnalistlarını, ziyalilarını ve vicdanlık barliq insanlarını bir sepki kelishga chaqiramiz. Endi parçalanıp hareket qildigan vaqt o'tib ketdi. Bu sukut qildigan vaqt emas. Bu bir-birini kutib o'ltirdigan vaqt emas. Bugün Sharq Turkiston xalqining mavjudligini, erkinligini ve kelgusini qo'g'dash uchun dunyoviy ko'lamda umumiy qutqizish harakatini boshlaydigan payt yetib keldi. Chunki biz bilamiz, bir odamning hayoti qutqizilsa, bu umidning qutqizilganligidir. Bir xalqning erkinligi qutqizilsa, bu adolatning g'alaba qilganligidir. Sharq Turkistonning ozodligi faqat Uyg'urlarning orzusi emas, u insoniyatning vijdoniga qo'yilgan bir sınaqdır. Vicdanı sükut qilgan yerde zulüm küçüydü. Ama vicdanlar birleşken yerde hiç qandaq mustabid güç puttirab turalmaydı. Biz şu günün keldiganligiga işinimiz. Anlavatqanыңlar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalam Niyaz Uyg'ur. Keyingi son xabarimizda ko'rishguncha aman bo'linglar, xayr xo'sh.